Tojikistonda qancha bolachalarim bor, Xudoga shukr. Ochanisi degan patsientim bor edilar. Rosa ularni ham bepushtliklar muddati uzoq. 16 mi 17 yillik bepushtlik edi. Tojikistondan murojaat qilganlar. Turmush o'rtoqlari bilan kelishgan edi. Ularni ham eko qilganmiz. Alhamdulillah. Tug'ib olganlar, qo'llariga olganlar o'sha bolalarini. Tojikistondan Dilnoza degan patsientim bor edi. U ham shirin qiz tug'ib olgan, Marjona ismi. Durdona degan patsientim bor edi Tojikistondan. Moskvada yashashadi er-xotin. Qarindosh nikohi edi. Embrionlar kam embrion chiqqan, haqiqatda adashmasam bittagina embrion chiqqan. O'sha embrionning genetikasini tekshirsak, sog'lom qiz bola bo'lgan. Hech ham esimdan chiqmaydi. Ro'za kuni edi. Ro'za kuni ekkamiz, transfer qilganmiz, niyat qilgan edik. Tug'ilsa ro'zaga deb Mahinur qo'yasiz. Moh oy degani-ku, Mahinur qo'yasiz deb niyat qilgan edik. Alhamdulillah ular ham tug'ib olganlar. Durdona. Ko'p Tojikistondan patsientlar ko'p. Alhamdulillah. Bolachalar ko'p. Shahnoza degan patsient bor edi. U ham necha marta homilasini yo'qotgan, Rossiyada eko qildirgan, ekosi o'xshamagan, ular ham er-xotin Rossiyada turishardi. Yaqinda tug'di, kstati o'sha. Ekodan bir o'g'il, bir qiz tug'ib oldi. Egzi tug'di. Embrion qo'ysan. Ha. Ikkita embrion genetikga tekshirilgan, ikkita embrion qo'ygan edik. Ikkalasi ham bo'lib bir qiz, bir o'g'il. Yana bitta tojikistonlik patsientim bor. U ham tug'ib oldi. Hozir aytaman, ismi boshqacharoq. Nima edi ismi? Muchiba degan qiz. U ham ancha yillik, 7-8 yillik, agar undan ko'p bo'lmasa. Shukrona degan qiz tug'di. Shiringina ismini Shukrona qo'ydik, shuncha yillik kutuvimizga deb aytishdi. Ko'p Tojikistondan. O'zim bormaganman. Bor. Eko bor, bizachalik rivojlanmaganda. Lekin bitta patsientim bor tojikistonlik. Zaynura degan patsientim bor. Ana o'sha patsientim bir marta transfer qildik, homilador bo'ldi, homilasi o'smay qoldi. Ikkinchi transferimiz bo'lmadi homilador, ikkinchi transferimizda. Erkaklik faktori edi. Embrionchalari bor. Zaynura, meni ko'rayotgan bo'lsangiz keling, embrionchalaringizni ekilik. Depressiyaga tushib qolmang desam.